Salam bardыңыздарга, кымбаттуу катталуучулар, каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн 14-август күнгө жума 2020 жыл. Шейиттөбөдө турам мен. Шейиттөбөдөгү Gold City көп кабаттуу жаңы салынып аткан үйүнүн көп кабаттуу тушундагы Замзам мусулмандар дүкөн тартканы келдим. Бул дүкөнгө кирдик. Бул дүкөндө эркек аялдар издеген табигый чөптөрдөн жасалган дары-дармектер да бар экен. Бул жактан баштайлы. Булар эмне деп аталат? Булар мажун деп коет. Буларыбыз турецкий асар болот. Буларда бардык туруудан бар. Булар эркек иштер, аялдар, яни простатит, хажатканага тез барыштар, ошолорго жакшы болот. Буларды согуп өткөнгө, ошолорго жакшы иншалла. Сезген ооруларына, аял эркектердин заара жолдорун сезген ооруларына канча сом? Буларыбыз бардыгы эми har turdu. Masalan 450 so'mdan 900 so'mgacha sotuladi. Bu жақта injidir degan narsa, bu O'zbekistonda mahsuloti bo'ladi. Bular quvvat bo'lgani, aqliy xotirani kuchaytirgani yaxshi. Shunda kapsula bo'ladi. Kapsula bular. Kapsula. Bular sustaflarga, mumorlarga yaxshi bo'lgan mantalin degan kapsula bo'ladi. Oldidagi tamonlar degan arini sutidan tayyorlangan bo'ladi. Bular dag'i o'sha sustaflarga immunitet ko'targani o'shalarga yaxshi. Mumorlarga yaxshi ekan da, qancha so'm ekan bular? Ular har turdi. Tamonlar degani 500 so'mdan, mantalinlar 450 so'mdan tartib. 450 so'mdan ekan. Bu жақта артында turgan kapsulalar, ularni bardag'i ichida instruksiya yozilgan. Ichish mumkin emas, bardag'ini tushuntirib, konsultatsiya beramiz, bardag'ini kelsangiz, o'shalar bardag' optim senada 350 so'mdan tarqatib o'tamiz inshaalloh. Shularda ariqtata turgan tabiiy cho'pcharlardan jasalgan ayollar uchun dorilar ekan. Bularning qarshi ko'rsatmasi qanday? Qarshi ko'rsatmasi kelsangiz, o'zi tushuntirib, o'zingiz tushuntirib berasizlar. Balari qanday ekan? Balari 350 so'mdan qilib beramiz inshaalloh. Yaxshi. Bu yerda alif qo'ymaslar. Alif qo'ymaslarni bardiq turidan bor. Ispaniya, Yegipit, Turkiya, Italiya, O'zbekiston, Bishkek degan o'shonday alif qo'ymaslarni turlari bor. Extra virgin degani bo'ladi, extra degani bo'ladi, birinchi sixma, ikkinchi sixma degani bo'ladi. O'shalar yaxshisini inshaalloh aksiyadagi bo'lib o'tadi. Aksiyada bo'lib o'tadi inshaalloh. Birini olsa, birini qo'shib berasizlar. Inshaalloh. Cho'ngini olsa, kichigini qo'shib beramiz inshaalloh. Yaxshi. Ballar qanday bo'lgan? Ballari har turda 150 so'mdan tortib 550 so'mgacha. Yaxshi. Grammi cho'ng, kichik beri bor inshaalloh. Turlari bor ekan. Bu жақта черный тиминде майлары, черный тимин, Пайғамбарымыз хадиси бар. Өлімнен башқа hamma kasallikka dori deydi. Andan tashqari ming dardga shifo, o'shalar. Черный тиминде Yegipit, Qaraziriyning maylari ekan. Mana eng ustidagi ushlarmi? Bunalar. Firdaus bu oливка maya. Bu chimmi? Papayana maylari, papayana maylari, barliq turda maylar bor. Qarasiydan oyog'i. Mana O'zbekistondiki. O'zbekistondiki. Buchi? Pokiston. Pokistondiki. Qanchadan maylaringiz? Maylar har turda 100 so'mdan tortib, barliq turlari bor. Mana chetolga qarshi maslo черного тмина, maslo mentola, kunjutный maslo bor ekan. Составында. Mana naturalniy kapli для носа. Bu qanday burun bitganda yosh bolalarga bo'ladi, alohida kattalarga bo'ladi. Burun bitganda, gripp bo'lgan paytida burunga tomizib oladigan, ya'ni tabiiy cho'pdan jasalgan organizmga ziyoni yo'q cho'plar ekan. Qancha so'm ekan basi? Bular ba'zilari 60 so'mdan tortib 250 so'mgacha. 60 so'mdan 250 so'mgacha ekan. Bular bu yoqda barliq maylar bor. Xilvani maya, badamni maya, tikvinni maya, kokosni maya, kunjutli maslani maya, o'shanday barliq turli maylar bor. Bu maylar qanchadan boshlanadi? Maylarimiz 100 so'mdan, 150 so'mdan o'shani har turli maylar inshaalloh. Mana bu yoqda mumorlarga balzamlar.
ya'ni bel, qo'l, oyoq og'riganga, ba'zanlar Dubaydan alifbo'yidan tayyorlangan, chorniy timindan tayyorlangan o'shanday Maylari, mo'norlarni. Mazdar ekan. Qancha so'm ekan? ular 160 so'mdan tortib 550 so'mgacha bardiq turidan bor. Bularda shu mo'norlarni. Mazdar. Bu joqda psarezmas, ya'ni yaraq, chiqoq, temuratga degan mazlar bo'ladi. Shu mazlarimiz yaxshi inshaalloh. Buni Xitoydagi bo'ladi, Erondagi bo'ladi. O'shanda Eronda bardiq turlardan bor. Glabeda zo'r, kartom degan o'shanday siyahda bor. Gribokka qarshi mazlar Gribokka ham bor. Qaysilar? Gribokka Karol koja deb qo'yadi. Shu yaxshi inshaalloh. Glabezotda ematsini ishlatadi. Asha gribokka. Bunalar bo'lsa, psarez, yaraq, chiqoq deb qo'yadi. Ballari qancha? Ballari Arturda 100 so'mdan tortib 200 so'mgacha. Bu joqda semiratigan Samuan degan kapsula bo'ladi. Bu Indoneziyadan ishlab chiqariladi. Bu ballari ya'ni 450 so'mdan tortib 1000 so'mgacha sotiladi. Semirda turgan. Tabiiy chöp turgan bularda. Bu joqda bal menen ko'rsol hindi, bal menen imbiri o'shalar bal menen chorniy timinda aralashgan bardiq bal ekan. O'shalar qancha? O'shalarimiz 200 so'mdan tortib va har turda inshaalloh kelishdi beramiz. Aslida vazelinlar bor. Vazelin Erondagi, Dubaydagi, bular Erondagi har turda 30 so'mdan tortib 150 so'mgacha. Dubaydagi bor o'shanday. Detskiy, vzrosley degan mazlari bor inshaalloh. Ballari 20 so'mdan tortib 150 so'mgacha. Yaxshi. Inshaalloh. Bu joqda kitoblar bor. Kitobda arab tili o'rgangani, andan muallim sonini o'rgangani o'shanday kitoblar bor. Bardiq kitoblari. Qur'on kitoblarimiz bor. Qur'on kitoblar qanchadan? Qur'on kitoblarimiz 350 so'mdan tortib 2,5 minggacha. Har turda bo'ladi. Chamondondagi Jaynamoz. Jaynamozlarimiz Turkiyadan keladi. U 2,5 mingdan 4,5 minggacha. Bunday kitobimiz bor. Qur'on kitobimiz. Bu yangi keldi. Bu kitoblarimizni shunday xususiyatlari bor. Tayinda aslida ya'ni ko'k harfini yo'g'ini o'qiymiz, mor rangidagi Tevrat o'qiymiz deb tajvid qoidalari bilan yozilgan inshaalloh. Skayneri bor. Skaynerini qo'ysangiz, ichida o'zbekcha o'qib beradi, qirg'izcha qo'tarib beradi, inshaalloh arabcha qo'tarib beradi, o'sha arabcha o'qib beradi. Shunday tajvidli Qur'on kitoblarimiz bor. Ham bog'lari arzon inshaalloh. 350 so'mdan tortib 2,5 minggacha inshaalloh. Arzon ekan. Bu joqda kitoblarimiz bor. Namoz 4G degan kitobimiz bor. Bunday namoz 4G degan kitobimiz bor. Bu namozda yosh bolalarga o'qitgani yaxshi inshaalloh. Darat olganda anan namozda o'quv qoidalarini o'rgatib beradi. Bunday kitob telefonga tushadi. Bunday yosh bola chiqadi. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la tabbat. Shunday namozda qanday o'qib beradi? Allahu akbar. Shunday. Subhana robbiyal azim. Bog'lari 380 so'mdan. İnşallah kelishilgan bog'da bo'ladi. Qur'on kitobda rushkali Qur'onlar. Ularimizni Turkiyaniki bardiq o'zbekcha, qirg'izcha qo'tarib beradi inshaalloh. Rushkali Qur'onda. Bu Qur'on kitoblarida. Bu Qur'on kitoblarda bardiq turidan bor inshaalloh. Padarishni bergani o'shalarga yaxshi. Bog'lari bardiq 350 so'mdan 2,5 minggacha inshaalloh. Bu duxiylar Dubaydagi bardiq turidan bor. Bularda maslinli, chachaturg'on, o'shanday bardiq turidan bor.
6 soat turadigani bor, 10 soat turadigani bor, 1 kun, 2 kun turadiganlari bor, barcha turidan bor inshaalloh. Ballari 100 so'mdan tortib 6,5 minggacha inshaalloh. Ammo joqda tasbihlar. Tasbihlarda har turidan bor. Podarishni shu 50 so'mdan tortib 350 so'mgacha tasbihlar. Elektronika tasbihlar bor. Elektronik tasbihlar bor. Ularda barliq turidan bor. Bunday tasbih barmoqqa taqib olib, esepdeb hisoblanadigan tasbihlar bor. Misvaq qanchadan? Bu misvaqlar Medininiki bo'ladi, Pokistonniki bo'ladi, o'shanday har xil turda. Tishga yaxshi, tish o'rinlarini, bo'roqlarga inshaalloh eng so'nggi foydalari bo'ladi. Кокосовое масло есть у вас? Есть. Оно везде чекот. Bu joqda podarishni Qur'on kitoblar, duxiylar, maslini, lavhlar, А нет, а с Дубая нет у вас масла кокосового? Ketib qo'ya turgan narsalar 450 so'mdan ekan, soatlar 1,5 mingdan. Ularimiz uylarga sevib turgan aromatlar ekan, uylarga sevib turgan. Qancha shular bo'lsa? Ularning bahsi 250 so'mdan tortib 550 so'mgacha. Bunda da duxiylar bor ekan. Qayerdan olib kelasizlar? Bular Dubaydan kelib bardog'i. Balalarni Saudiya, Dubai. Balari 100 so'mdan tortib 600 so'mgacha. Tasbihlar podarishni. Podarishni Qur'on kitobi, kichkina Qur'on kitobi bor, ichida tasbih bor, jiddiy kelib turgani bor, kelmay turgani bor, o'shanday bardoq turidan bor. Bularimiz 180 so'mdan tortib 300 so'mgacha. Bardığın bağları gibi. Bardoq duxiylar. Bu duxiylar mı? Ne var ya? Dubay'da var. Bardoq Dubaydaki. Bularda senasi 1000 so'mdan tortib 6,5 minggacha. Ayollar, erkeklerki dağı var. Bularchi? Bu joqda saunlarda bardoq turidan bor. Alohida tirishga, oqartirgani, ugrikka degan saunlar bo'ladi. Buna mıylası, maslımız, meyi qanday? Bu saunimiz jax saun, bardoq elder foydalanib jax deydi. Tirishga, oqartirgani, ugrikka degan. Balalarni aytsangiz? Balari bularimiz 70 so'mdan tortib 150 so'mgacha. Bu joqda bardoq turidan bor, kremlar bor. Tal priska deb qo'yadi, shunday narsalar bo'ladi. Bu joqda bitta maskalari bo'ladi, kremlari bo'ladi, barlari 180 so'mdan tortib 600 so'mgacha. Shampunlardagi? Shampunlar bor. Alohida to'kilishini oldini olgan yaxshi. Andan tashqari Chachi tushganga qarshi ekan-da. Tushganga. Qancha ekan? O'stirgani yaxshi. Bularimiz bog'lari 150 so'mdan tortib 800 so'mgacha. Bardoq turidan bor inshaalloh. 150 so'mdan 800 so'mgacha shampunlar. Bu joqda zubli pastamiz bor. Zubli pastani bardoq turidan bor. Chorniy timiniki alohida, alifboviniki alohida, misvakniki alohida, limonniki alohida, o'shanday turli bardoq misvakli. Pastalar yaxshiroq. Ballari 150 so'mdan tortib 200 so'mgacha o'shanday bardoq turidan. Bu to'plarni bardoq turidan bor inshaalloh. Bularimiz 30 so'mdan tortib 1000 so'mgacha inshaalloh. Bunlar Podarishni jaynamozlari bor. podarishni. Bularning bog'lari jaynamozda meneni bor, jaynamozsiz bor. Bular 900 so'mdan 1,5 ming so'm, 2,5 ming so'm, o'shanday 3,5 ming so'm, o'shanday bardoq turidan bor. Hurmatli qattavuvchilar, bu do'kon O'sh shahrindagi Shehitto'g'i qurilish materiallaridan chiqqanda Gold City deb жаңы qurilayotgan ko'p qavatli imoratning tushunda joylashgan telefon nomerlarini ekranga qo'yib ketaman.